Yong'in Korzinkada sodir bo'lmadi. Zafar Hoshimov. Avvalroq Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi Aviator savdo-ko'ngilochar markazida yong'in sodir bo'lganligi haqidagi xabar berilgandi. Yong'in o'chog'i binoning ikkinchi qavatida sodir bo'lgan va u yerda Korzinka do'koni joylashmagan. Bu haqda Korzinka savdo tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Unga ko'ra, Aviator savdo markazining birinchi qavatida joylashgan Korzinka supermarketi ijara huquqi asosida faoliyat yuritadi. Ushbu bino Korzinkaga tegishli emas. Yong'in Korzinka do'koni hududidan tashqarida yuz bergan va supermarketning yong'in kelib chiqishiga aloqasi yo'q. Yong'in aniqlangach, darhol barcha ko'zda tutilgan xavfsizlik choralari qo'llanilgan. Mijozlar va do'kon xodimlari tezlik bilan xavfsiz joyga ko'chirilgan. Supermarket xodimlari va mijozlar orasida jabrlanganlar yo'q. Hoshimovning qo'shimcha qilishicha, Korzinka favqulodda vaziyatlar xizmatlari va tegishli idoralar bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, ushbu yong'inda bir nafar fuqaro halok bo'lgan. Hozircha vafot etgan shaxsning yoshi va jinsi haqida ma'lumot berilmagan. Voqea joyida shaxsan Favqulodda vaziyatlar vazirligi vaziri Azizbek Ikromov ham borgan. Yong'in soat 16:50 da qurshab olinib, 17:17 da to'liq bartaraf etilgan.